Muallif Kamola. Hikoya nomi Kechikkan sir. Birinchi qism. Kecha osmon oppoq yulduzlar bilan to'lgandi. Gulsevar eski kutubxonada yolg'iz o'tirgandi. Qo'lida kichik chiroq, yonida esa qadimiy eski daftar. Kutubxona sokin edi. Faqat eshikdagi eski temir qulfning tiniq ovozi eshitilar edi. Chiroqning yoritishi sahifalarni yengil titratib, har bir so'zni sirli qildi. Gulsevar daftarni ochdi. Sahifalarni asta varaqladi. Har sahifa sirli, hikoya va eslatma bilan to'la edi. Bir sahifa uning e'tiborini tortdi. Ustida Jamshid ismi yozilgan edi. U hayron bo'ldi. Bu ism unga tanish edi, lekin qayerdan bilmasdi. U qo'lini boshiga tegizdi. Bu ism haqiqatan ham unga bolalikdagi sirli xotirani eslatardi. Ba'zi odamlar ovozlarini eshitadi, faqat sekin eshitadigan sirlar ular bilan qoladi. Agar tayyor bo'lsang, haqiqiy sir ochiladi. Gulsevar boshini ko'tardi. Kutubxona sukuti, faqat chiroq uni yoritadi. Birdan past, ammo aniq ovoz eshitildi. Gulsevar, sen tayyormisan? U qotib qoldi. Ovoz qayerdan kelayotgan bilmasdi. Xuddi daftar o'z-o'zidan gapira boshlagandek. Gulsevar sahifalarni asta-sekin o'qiy boshladi. Har sahifa yangi tafsilot bilan eski maktab, yo'qolgan bolalar, tanish ko'cha manzaralari. Har sahifa bilan Gulsevar o'z bolalik xotiralarini eslardi. Bu xotiralar asta-sekin jonlandi. Har sahifa bilan ichki suhbat. Gulsevar daftar bilan ichki dialog olib borardi. Ba'zi sirlarni faqat sen topa olasan. Kimdir seni kuzatmoqda, lekin faqat sen qaror qabul qilishing mumkin. Chiroq titradi. Sahifalar yengil titratib ketdi. Har sahifa bilan Gulsevar asta-sekin daftar bilan interaktiv aloqada bo'lgandek his qildi. Gulsevar daftar orasida kichik teshik topdi. Orqasidan sirli yorug'lik o'tardi. U qo'lini teshikka tegizdi. Sovuq, teginish hissi paydo bo'ldi. Lekin u hayajon bilan yuzlashdi. Sahifalar asta-sekin o'zgarib, yangi yozuvlar paydo bo'ldi. Ba'zi so'zlar o'zgacha, xuddi boshqa odam yozgandek. Gulsevar har bir sahifa bilan yangi tafsilotlarni topardi. Eski suratlar, yozuvlar, nomlar, har bir tafsilot tomoshabinni har sahifada qiziqtirardi. Birdan xonada yengil shovqin eshitildi. Deraza ochildi va shamol sahifalarni ko'tarib yubordi. Gulsevar qo'lini daftar ustiga tegizdi. Sahifa oxirida yangi yozuv paydo bo'ldi. Faqatgina yorug'lik titraganda ko'rish mumkin edi. Yozuv shunday edi. Endi sen qaror qilishing kerak. Kimni tanlaysan? Sirni ochuvchi yo'lni yoki xavf ostidagi yo'lni? Gulsevar chuqur nafas oldi. Yuragi tez ura boshladi va u tushundi. Bu daftar endi uni sinay boshladi. Har qaror sirni ochadi yoki yo'q qiladi. Gulsevar qo'lini yozuv ustiga tegizdi va yorug'lik birdan kuchayib ketdi. Xonada sirli shovqinlar paydo bo'ldi. U nima qilish kerakligini bilmay qoldi. Gulsevar qo'lini yozuv ustiga tegizganda yorug'lik birdan kuchayib ketdi. Xonada sirli shovqinlar paydo bo'ldi. U yuragini ushlab, nima qilish kerakligini bilmas edi. Chiroq nuri sahifalarni yaltiratib, har bir so'zni asta-sekin ochib berdi. Gulsevar chuqur nafas olib, ichki qo'rqishini biroz chetga surib, daftar bilan muloqotni davom ettirdi. Har qaror sening qo'lingda. Har qadam sirni ochadi yoki yo'q qiladi. Daftarning ovozi xonaning har burchagidan eshitilar edi. Gulsevar sahifani asta varaqladi. Har sahifa yangi sirni ochadi. Eski suratlar, nomlar, yozuvlar. Ammo bu safar u har bir sahifa bilan o'z qarorini ham sinashga majbur edi. Gulsevar bir sahifani ko'rdi. Eski maktabning derazalari, lekin deraza orqasida g'aroyib soya harakati bor edi. U qo'rqmasdan yaqinlashdi.
sahifa ostidagi yozuvni o'qidi. Ko'zing bilan qarama, faqat yuraging bilan ko'r. Haqiqatni his qil. U sahifani sekin tutdi. Ichki bir his, hayajon va qiziqish aralash. Daftar xuddi jonlanib, sahifalar orasida harakat boshladi. Har sahifa unga mini topshiriq berardi. Qayerga qarash, nima eshitish, nimani ko'rmaslik kerakligini sinash. Gulsevar xotiralarni esladi. Bolalikdagi sirli voqealar, unutilgan uchrashuvlar, eski daftar bilan bog'liq noaniq xotiralar asta-sekin jonlandi. Sahifa ostida kichik yozuv paydo bo'ldi. Kim seni kuzatayotganini bilmasang, qaroring noto'g'ri bo'ladi. Gulsevar atrofga qaradi. Eski kutubxona, sokin, faqat chiroqning titrashi, shamolning esishi eshitiladi. Har sahifa bilan daftar unga sirli ovozlar orqali maslahat beradi, lekin u har bir mini topshiriqni bajarishi kerak. Tomoshabinni qiziqtirish uchun har bir 2 daqiqada yangi sirli tafsilot qo'shiladi. Eski suratda tanish bir yuz, yozuvlar o'zgaradi, varaqlar titraydi. Birdan xonada yengil shovqin eshitildi. Deraza ochildi va shamol daftar sahifalarni ko'tarib yubordi. Gulsevar qo'lini daftar ustiga tekkizdi va sahifa oxirida yangi yozuv paydo bo'ldi. Lekin uni faqatgina yorug'lik titraganda ko'rish mumkin edi. Yozuv shunday edi. Endi qaror seniki. Agar sen noto'g'ri qaror qilsang, sirning bir qismi abadiy yopiladi. Tayyor bo'ldingmi? Gulsevar chuqur nafas oldi. Yuragi tez ura boshladi. U tushundi. Daftar endi u sinashni boshladi va qaror har qadamda muhim edi. Gulsevar sahifadagi yozuvni yana bir bor o'qidi. Sen yolg'iz emassan. Bu so'zlar uning yuragini tez urtirib yubordi. U sekin atrofga qaradi. Yurak hali ham jimjit edi. Faqat uzoqdan shamolning past shovqini eshitilardi. Gulsevar ehtiyotkorlik bilan yo'lak tomonga yurdi. Har qadam tashlaganida eski yog'och pol yiqilardi. Yo'lak oxiriga yaqinlashganda u devorda osilib turgan eski suratlarni ko'rdi. Suratlar juda eski edi. Ranglari ham deyarli o'chib ketgan. Gulsevar birinchi suratga yaqinlashdi. Unda eski kutubxona rasmi bor edi. Ikkinchi suratda bir nechta odamlar. Ular qo'llarida kitob ushlab turishardi. Lekin uchinchi surat ko'rganda Gulsevar birdan to'xtab qoldi. Bu surat boshqalardan farq qilardi. Suratda bir qiz turardi va u qiz Gulsevarga juda o'xshash. U hayrat bilan suratga yaqinlashdi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Dedi u sekin. Surat ostida kichkina yozuv bor edi. Gulsevar uni o'qidi. Sirni izlaganlar har doim shu yerga keladi. Gulsevarning yuragi yanada tez ura boshladi. Demak, u birinchi emasdi. Bu yo'lakdan oldin ham kimdir o'tgan. Shu payt orqa tomonda yana qadam tovushi eshitildi. Bu safar tovush aniq edi. Kimdir rostdan ham u tomonga kelayotgandek. Gulsevar sekin ortga qaradi. Lekin yo'lak yana bo'sh edi. Birdan stol ustidagi daftar sahifalari tez-tez varaqlana boshladi. Shamol yo'q. Shunga qaramay sahifalar o'z-o'zidan harakatlana boshladi. Gulsevar tez stol tomonga qaytdi. Daftarning oxirgi sahifasi ochiq turardi. Unda yangi yozuv paydo bo'ldi. Agar sirni bilmoqchi bo'lsang, eshikni och. Gulsevar sekin boshini ko'tardi. Yo'lak oxirida yana bir eski eshik turardi. U bu eshikni oldin payqamagan. Eshik juda eski ko'rinardi. Tutqichi zanglab ketgan. U bir necha soniya jim turdi. Keyin chuqur nafas oldi va sekin eshik tomon yurdi. U qo'lini tutqichga tekkizdi. Tutqich juda sovuq edi. Gulsevar eshikni asta ochdi. Eshik g'iyqillab ochildi. Ichkarida qorong'i xona bor edi. Xonaning o'rtasida yana bir stol turardi.
Stol ustida esa yana bir daftar bor edi. Gulsevar hayrat bilan pichirladi. Demak, hammasi endi boshlanyapti. Shu payt xonadagi chiroq birdan o'chdi va qorong'ulik ichidan past ovoz eshitildi. Gulsevar, sen juda kech kelding.